Shunaqa baland mebelimizni 185 dollardan tayyorlab berdik desa ishonasizlarmi? Ishonaveringlar, tayyorlab berdik. Toshkent shahar Sergeli yangi hayot tumaniga yangi mebelimizni o'rnatib bo'ldik. Bu mebelimizni ichida yana bonuslari ham bor. Mebelni xalatining tepasi tumishchani mutlaqo tekinga bonusga tayyorlab berganmiz. Bu mebelimizni balandligi yerdan hisoblangan 2.35 balandlikka chiqdi. Fasadni ko'rinishi akril materiallar, chekkalarida plastmassa kromkalari bor. Oshxona vakuumligidan qo'yilgan. Partyuga kafillarga ham yopishtirib berganmiz. Stollar usti rastsiz solishnicha 2,5 sm qalinlikda. Bu mebelimizni tortmalarigacha vakuumlab berganmiz. Xizmat qilishi zo'r. Mebelimiz ichida bitta rakvinasi, sushilkasi, hop, gaz plita, duxovka qo'yish uchun joy, vitichkalarini qo'yib ustavkalarni qilib berdik. Hop, bu yerda mikrovalnovka qo'yish uchun joylari bo'ldi. Xaladenning tepasiga ham turmishkani bonusga tayyorlab berganmiz. Yana kimgadir shunaqa mebellar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.